Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, uni yaqinda sotib olgan bo'lsangiz, meros orqali olgan bo'lsangiz yoki farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz nomiga rasmiylashtirgan bo'lsangiz, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun oddiy, lekin juda muhim masalani tushuntiraman. Kvartira egasi bo'lish faqat kalitga ega bo'lish degani emas. Bu huquq, majburiyat, hujjat, qarz, kadastr, kommunal to'lovlar, soliq, ulush va kelajakdagi muammolar bilan bog'liq katta mas'uliyatdir. Bu ma'lumotni hozir bilib qo'ymasangiz, keyin kvartirani sotishda, meros qoldirishda, kredit olishda, sudga tushib qolishda yoki hatto oddiy kommunal xizmatni rasmiylashtirishda ham qiyinchilikka duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy xalq tushunadigan tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik kvartira deganda bitta narsani tushunardi. Uy bor, kalit bor, ichida yashayapman. Demak hammasi joyida. Ko'p odamlar shartnoma, kadastr, davlat ro'yxati, qarzdorlik, ulush, turmush o'rtog'ining roziligi, voyaga yetmagan farzandning huquqi kabi masalalarga jiddiy e'tibor bermasdi. Hatto ba'zilar kvartira mening nomimda-ku, xohlaganimni qilaman deb o'ylaydi. Aslida esa kvartira egasi bo'lishda ko'rinmaydigan, lekin juda muhim talablar bor. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari, kadastr, notarius, soliq, kommunal tizimlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Oldin qog'ozda qolib ketgan ko'p narsalar bugun elektron bazalarda ko'rinadi. Masalan, kvartiraning haqiqiy egasi kim? Garovda turibdimi? Taqiq bormi? Soliq qarzi bormi? Kommunal to'lovlarda muammo bormi? Oldi sotdi shartnomasi qonuniy rasmiylashtirilganmi? Bularning hammasi tekshirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Endi men bilmagan edim. Oldingi egasi aytmagan edi. Og'zaki kelishgan edik. Qarindoshim nomiga qo'ygan edim degan gaplar ko'p hollarda sizni muammodan qutqarmaydi. Hujjatda nima yozilgan bo'lsa, bazada nima turgan bo'lsa, huquqiy oqibat shunga qarab belgilanadi. Shuning uchun har bir kvartira egasi bugun o'z hujjatlarini, to'lovlarini va mulk holatini tekshirtirib qo'yish kerak. Birinchi eng muhim masala, kvartira sizniki ekanini faqat kalit emas, hujjat isbotlaydi. Agar siz kvartirada 10 yildan beri yashayotgan bo'lsangiz ham, lekin kadastrda boshqa odam egasi bo'lib tursa, huquqiy jihatdan muammo bor. Agar kvartirani pulini berib olgan bo'lsangiz, lekin notarial oldi sotda shartnomasi qilinmagan bo'lsa, bu juda xavfli holat. Tilxat yozib bergan guvohlar bor. Hamma biladigan dalillar ba'zi vaziyatlarda yordam berishi mumkin. Lekin ular to'liq mulk huquqini kafolatlamaydi. Masalan, bir odam kvartirani $45,000 ga sotib oladi. Sotuvchi hujjatni keyin rasmiylashtiramiz deydi. Xaridor pulni beradi, ko'chib kiradi, ta'mir qiladi. $30,000 sarflaydi. Oradan 1 yil o'tib sotuvchi vafot etadi. Endi sotuvchining merosxo'rlari chiqib, bu kvartira otamizning nomida biz meros olamiz deyishi mumkin. Xaridor esa pul berganini isbotlashga majbur bo'ladi. Sud jarayoni boshlanadi, vaqt ketadi, asab ketadi, yana advokat xarajati chiqadi. Mana shuning uchun men har doim aytaman, kvartira bo'yicha og'zaki kelishuvga ishonmang. Ikkinchi masala, kadastr hujjati va davlat ro'yxatidan o'tganlik holatini tekshiring. Kvartira nomingizda bo'lsa ham unda cheklov bo'lishi mumkin. Masalan, kvartira bank krediti uchun garovga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki sud qarori bilan unga taqiq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki mulk ulushli bo'lib, siz faqat yarmining egasi bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik buni faqat sotmoqchi bo'lganda bilib qoladi. Xaridor topiladi, narx kelishiladi. Notariusga boriladi. Keyin taqiq bor, rozilik yetishmaydi. Ulush masalasi hal qilinmagan degan gap chiqadi. Natijada bitim to'xtaydi. Uchinchi masala kommunal qarzlar. Kvartira egasi men ichida yashamayman, demak to'lamayman deb o'ylashi noto'g'ri. Agar kvartira bo'sh turgan bo'lsa ham, ayrim xizmatlar bo'yicha abonent holati hisoblagich ko'rsatkichlari, umumiy uy xarajatlari chiqindi. Issiqlik yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari chiqishi mumkin. Ba'zi qarzlar keyin katta summaga aylanadi. Masalan, oyiga 1,5 so'm deb e'tibor bermagan to'lov 3 yilda jarima yoki penya bilan 5 million so'mdan oshib ketishi mumkin. Keyin kvartirani sotishda xaridor qarzlarni yopasiz deydi. Notariusda yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda muammo chiqadi. 4-masala soliq. Kvartira egasi bo'lsangiz, mol-mulk solig'i bor. Bu summa hudud, kadastr qiymati, maydon va boshqa omillarga qarab farq qiladi. Ba'zilar soliq xabarnomasini ko'rmaydi.
shaxsiy kabinetga kirmaydi. SMS kelmagan bo'lsa kerak deb yuradi. Lekin soliq qarzi yig'ilib borishi mumkin. Keyin hisob raqamga ta'sir qilishi, majburiy undirish tartibi boshlanishi yoki boshqa huquqiy noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun yiliga kamida bir marta soliq qarzingizni tekshiring. Agar kvartirani eski usulda ishonchnoma orqali olgan bo'lsangiz, juda ehtiyot bo'ling. Ishonchnoma mulk huquqini bermaydi. U faqat ma'lum harakatni bajarishga vakolat beradi. Masalan, sizga kvartirani sotish yoki rasmiylashtirish uchun ishonchnoma berilgan bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugashi, bekor qilinishi yoki bergan odam vafot etishi mumkin. Shundan keyin sizning vaziyatingiz murakkablashadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pul bergan, ishonchnoma olgan, lekin mulkni o'z nomiga o'tkazmagan. Keyin hujjat ishlamay qolgan. Agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, turmush o'rtog'i masalasini yoddan chiqarmang. Kvartira faqat er yoki xotin nomida bo'lishi mumkin. Lekin agar u nikoh davomida umumiy mablag'ga olingan bo'lsa, ikkinchi tarafning ham huquqi bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yishda rozilik talab qilinishi mumkin. Masalan, kvartira er nomida. U uni sotmoqchi. Notarius xotinning roziligini so'raydi. Kvartira mening nomimda-ku deydi. Lekin qonunchilikda oilaviy mulk tushunchasi bor. Bu masalani oldindan bilmaslik bitimni to'xtatadi. Agar kvartirada voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turgan bo'lsa yoki ularning ulushi bo'lsa, juda ehtiyot bo'lish kerak. Bolaning mulkiy huquqi oddiy masala emas. Voyaga yetmagan shaxsning ulushini sotish, almashtirish yoki undan voz kechish ota-onaning xohishi bilangina hal bo'lmaydi. Tegishli ruxsatlar, himoya organlari bolaning manfaatlari hisobga olinishi mumkin. Misol uchun, kvartiraning 25% bolaning nomida. Ota-ona kvartirani sotib boshqa uy olmoqchi. Bu yerda bolaning sharoiti yomonlashmasligi, ulushi yo'qolib ketmasligi muhim. Agar kvartira meros orqali qolgan bo'lsa, meros hujjatlarini to'liq rasmiylashtiring. Ko'p oilalarda ota yoki ona vafot etadi. Bolalar esa o'zimizniki-ku deb hujjat qilmay yuradi. Oradan 5 yil o'tadi. Farzandlardan biri uyni sotmoqchi bo'ladi. Boshqasi rozi bo'lmaydi. Uchinchisi chet elda bo'ladi. To'rtinchisining bolalari da'vo qiladi. Natijada bitta kvartira butun oilaning katta nizosiga aylanadi. Merosni o'z vaqtida ochish, merosxo'rlarni aniqlash, ulushlarni rasmiylashtirish juda muhim. Agar kvartira notarial shartnoma asosida olingan bo'lsa, kadastrda nomingiz to'g'ri tursa, kommunal va soliq qarzlari muntazam tekshirilsa, turmush o'rtog'i yoki ulushdoshlar masalasi aniq bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin baribir hammasi joyida deb butunlay e'tiborsiz bo'lish mumkin emas. Chunki ba'zan texnik xatolar, eski qarzlar, noto'g'ri hisoblangan to'lovlar yoki bazalardagi nomuvofiqliklar chiqib qoladi. Masalan, kvartira sizning nomingizda, lekin gaz hisoblagich eski egasi nomida qolgan. Yoki elektr abonent kodi o'zgarmagan yoki kadastrda maydon 6.2 kvadrat metr, haqiqiy hujjatda esa 6.4 kvadrat metr deb turibdi. Bular mayda ko'rinadi. Lekin sotish, garovga qo'yish, qayta qurish, kredit olish yoki sudda isbotlash paytida muammo bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Toshkent viloyatida bir oila 2 xonali kvartirani 38 ming dollarga sotib oladi. Hamma hujjatlar notariusda rasmiylashtirilgan. Lekin ular kommunal qarzlarni batafsil tekshirmaydi. Sotuvchi hammasi toza deydi. Oradan 3 oy o'tib, issiqlik va boshqaruv kompaniyasi bo'yicha 2 million 700 ming so'm qarz borligi chiqadi. Xaridor bu mening qarzim emas deydi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot esa kvartira bo'yicha hisob-kitobni ko'rsatadi. Albatta, huquqiy jihatdan kim to'lashi kerakligi shartnoma va davrga qarab aniqlanadi. Lekin amalda yangi egaga yugur, ariza, dalolatnoma, eski egani topish kabi muammolar tushadi. Agar oldindan ma'lumotnoma olinganida bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol, bir ayol onasidan qolgan kvartirada yashaydi. Onasi vafot etganiga 6 yil bo'lgan. Ayol men yagona farzandman deb o'ylaydi. Keyin kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Notarius meros hujjatlarini so'raydi. Ma'lum bo'ladiki, onaning birinchi nikohidan ham farzandi bor ekan. U boshqa shaharda yashaydi. Endi uning ham meros huquqi masalasi ko'tariladi. Agar meros o'z vaqtida rasmiylashtirilganida hamma narsa aniq bo'lardi. Uchinchi misol, erkak nikoh paytida kvartira sotib oladi, lekin faqat o'z nomiga rasmiylashtiradi. Keyin ajrashadi. Oradan 2 yil o'tib kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Sobiq turmush o'rtog'i bu umumiy mulk edi deb da'vo qiladi.
xaridor topilgan, kelishuv bo'lgan, lekin bitim to'xtaydi. Sud masalasi boshlanadi. Bu yerda asosiy xato shundaki, odamlar nikohdagi mulkni faqat hujjatdagi ism bilan baholaydi. Aslida esa pul qachon topilgan, kvartira qachon olingan, nikoh holati qanday bo'lgan, bular ham ahamiyatli. 4-misol. Bir kishi yangi qurilgan uydan kvartira oladi. Quruvchi kompaniya bilan shartnoma tuzadi, to'lov qiladi, lekin yakuniy kadastrni olishni cho'zib yuradi. Bir necha yil o'tadi. Kompaniya ichki muammolarga duch keladi. Endi har bir o'z huquqini isbotlash uchun ko'proq hujjat to'plashga majbur bo'ladi. Yangi qurilishlardan uy olayotganda shartnoma, to'lov kvitansiyalari, qabul topshirish dalolatnomasi, kadastrga o'tish tartibi hammasi alohida nazorat qilinishi kerak. Birinchi nozik jihat ro'yxatda turish mulk egasi bo'lish degani emas. Ko'pchilik men shu kvartirada propiskadaman, demak haqqim bor deb o'ylaydi. Ro'yxatda turish yashash manzili bilan bog'liq huquqiy holat. Mulk huquqi esa boshqa narsa. Agar odam kvartirada ro'yxatda tursa, bu unga avtomatik tarzda ulush bermaydi. Lekin ayrim holatlarda yashash huquqi chiqarish tartibi sud orqali ko'chirish masalalari murakkablashishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsiz shaxslar yoki uzoq yildan beri yashab kelayotgan qarindoshlar bo'lsa. Ikkinchi nozik jihat. Hadya shartnomasi ham oddiy sovg'a emas. Kvartirani farzandga, ukaga, singilga yoki boshqa qarindoshga hadya qilishdan oldin oqibatini o'ylang. Hadya qilingandan keyin mulk egasi o'zgaradi. Ertaga munosabat buzilsa, men shunchaki nomiga o'tkazgan edim deyish oson bo'lmaydi. Ba'zi ota-onalar soliqdan, merosdan yoki boshqa sababdan qochib kvartirani farzand nomiga o'tkazadi. Keyin farzand uyni sotmoqchi bo'ladi yoki oilaviy nizo chiqadi. Shuning uchun hadya qilishdan oldin huquqshunos bilan maslahatlashish kerak. 3-nozik jihat. Ulushli mulkda har bir egaga e'tibor kerak. Kvartiraning e'tib foizi sizniki, e'tib foizi akangizniki bo'lsa, siz butun kvartirani yolg'iz sota olmaysiz. O'z ulushingiz bo'yicha ham boshqa ulushdoshlarining ustun sotib olish huquqi kabi masalalar chiqishi mumkin. Amalda bu shuni anglatadi. Ulushli kvartirani sotish oddiy kvartirani sotishdan ko'ra qiyinroq. Xaridorlar ham bunday mulkdan cho'chiydi. Chunki keyin boshqa egalar bilan kelishish kerak bo'ladi. 4-nozik jihat. Qayta qurish va noqonuniy o'zgartirishlar. Kvartirada balkon qo'shilgan, devor buzilgan, oshxona boshqa joyga ko'chirilgan, isitish tizimi o'zgartirilgan bo'lsa, bularning hammasi hujjatda aks etishi kerak bo'lishi mumkin. Har qanday devorni buzish mumkin emas. Ayrim devorlar yuk ko'taruvchi bo'ladi. Bunday ishlar nafaqat hujjat muammosi, balki xavfsizlik masalasidir. Bir xonadonda qilingan noto'g'ri ta'mir butun podyezdagi qo'shnilarga xavf tug'dirishi mumkin. Keyin jarima, majburiy tiklash, sotish taraf javobi yoki sud da'vosi kelib chiqadi. 5-nozik jihat ijara. Agar kvartirani ijaraga berayotgan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan cheklanib qolmang. Yozma shartnoma tuzing. To'lov sanasini, kommunal xarajatlarni, depozitni, ta'mirga kim javob berishini, muddatni aniq yozing. Aks holda ijarachi to'lov qilmay qo'yishi, kommunal qarz qoldirishi, jihozlarni buzishi yoki chiqib ketmay cho'zishi mumkin. Ijara daromadi bo'yicha soliq masalasini ham qonuniy tartibda hal qilish kerak. Bugun kichikdek ko'ringan ijara ertaga katta nizoga aylanishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam, kvartiraning kadastr hujjatini tekshiring. Unda egasi kim? Manzil to'g'rimi? Maydon to'g'rimi? Xona soni to'g'rimi? Ulush bormi? Cheklov bormi? Shularni aniqlang. Agar hujjat eski bo'lsa yoki ma'lumotlar mos kelmasa, Davlat xizmatlari markazi, kadastr organlari yoki tegishli elektron xizmatlar orqali yangilash masalasini ko'ring. Ikkinchi qadam, mulk huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjatni toping. Bu oldi sotish shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, quruvchi bilan shartnoma yoki boshqa hujjat bo'lishi mumkin. Uni alohida papkada saqlang. Nusxasini skaner qilib elektron shaklda ham saqlang. Hujjat yo'qolsa, tiklash mumkin bo'lsa ham vaqt ketadi. Ayniqsa sotish yoki sud holatida har bir kun muhim bo'ladi. 3-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlarini alohida ko'ring. Hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Agar abonent hali eski egasi nomida bo'lsa, o'z nomingizga o'tkazing. Bu ishni cho'zmang. Chunki keyin kim ishlatgan, qaysi davr uchun qarz degan bahs chiqadi. 4-qadam.
soliq qarzini tekshiring. Soliq organlarining elektron xizmatlari, shaxsiy kabinet yoki davlat xizmatlari orqali mol-mulk solig'i holatini ko'rish mumkin. Agar qarz bo'lsa, summani aniqlang, davrini tekshiring. Xato bo'lsa, ariza yozing. Arizada mening nomimdagi falon manzildagi mol-mulk bo'yicha hisoblangan soliq summasini, qarz davrini va asosini tushuntirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. 5-qadam. Oilaviy va ulush masalasini aniqlang. Kvartira qachon olingan? Nikohda edingizmi? Turmush o'rtog'ingizning roziligi kerakmi? Farzandlar ulushi bormi? Merosxo'rlar bormi? Buni oldindan bilib oling. Agar yaqin vaqtda sotmoqchi bo'lsangiz, notariusga borishdan oldin barcha ishtirokchilar bilan kelishuv qiling. Chunki notarius xonasida kutilmagan nizo chiqsa, xaridor ishonchini yo'qotadi. 6-qadam. Agar kvartirani sotib olayotgan bo'lsangiz, pulni hujjatsiz bermang. Avval hujjatlarni tekshiring, keyin notarial rasmiylashtirish tartibini tanlang. Shartnomada haqiqiy summa, to'lov tartibi, bo'shatish muddati, kommunal qarzlar kim zimmasida ekani, ro'yxatda turgan shaxslar qachon chiqarilishi aniq yozilishi kerak. Keyin gaplashamiz degan joy qolmasin. Ko'chmas mulkda keyin gaplashamiz degan ibora ko'pincha keyin janjallashamiz degan ma'noga aylanib ketadi. 7-qadam. Kvartirangizni garovga qo'yayotgan bo'lsangiz, oqibatini tushuning. Kredit olaman deb uyni garovga qo'yish katta mas'uliyat. To'lov jadvali, foiz, kechikish jarimasi, majburiy undirish, garovni realizatsiya qilish tartibini o'qimasdan imzo chekmang. Ayniqsa boshqa odam uchun kafillik yoki garov berayotgan bo'lsangiz, 2 barobar o'ylang. Ukam to'laydi, do'stim ishonchli degan gap huquqiy kafolat emas. Bank hujjatga qaraydi, qarindoshlik munosabatiga emas. 8-qadam. Agar muammo allaqachon chiqqan bo'lsa, og'zaki bahsni cho'zmang, yozma murojaat qiling. Kommunal tashkilotga, kadastrga, soliq organiga, boshqaruv kompaniyasiga yoki notariusga borayotganingizda ariza yozing. Qabul qilingan raqamni oling, javob muddatini so'rang. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma javob esa keyingi harakat uchun asos bo'ladi. Agar kadastrda xato bo'lsa, shunday mazmunda yozing. Mening nomimdagi falon manzilda joylashgan kvartira bo'yicha kadastr ma'lumotlarida nomuvofiqlik mavjud. Maydon egasi, manzil yoki boshqa ko'rsatkichlarni tekshirib, amaldagi hujjatlar asosida tuzatish kiritishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati nusxasi, agar bor bo'lsa, eski va yangi ma'lumotni solishtiruvchi hujjatlarni ilova qiling. Agar kommunal qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, arizada falon abonent raqami bo'yicha hisoblangan qarz summasiga aniqlik kiritishingizni, qarz qaysi davr uchun va qanday tarif asosida hisoblanganini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Hisoblagich suratlari, to'lov cheklari, oldingi egadan olingan ma'lumotnoma, shartnoma nusxasini ilova qiling. Agar eski egasi ro'yxatdan chiqmayotgan bo'lsa yoki kvartirani bo'shatmayotgan bo'lsa, vaziyatga qarab avval yozma talabnoma yuborish, keyin sud tartibida masalani hal qilish kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda o'zboshimchalik qilmang. Eshikni almashtirish, narsalarni chiqarib tashlash, elektr yoki suvni uzib qo'yish kabi harakatlar sizga qarshi ishlashi mumkin. Har bir harakat qonuniy yo'l bilan bo'lishi kerak. Birinchi xato pulni oldindan berib yuborish. Ko'chmas mulkda eng xavfli gaplardan biri avval pulni bering, hujjatni keyin qilamiz. Agar shunday taklif bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. To'lovni shartnoma, tilxat, bank o'tkazmasi yoki notarial tartib bilan himoyalash kerak. Ikkinchi xato qarindoshga ishonib hujjat qilmaslik. Qarindoshga ishonish mumkin, lekin hujjat baribir bo'lishi kerak. Bugun munosabat yaxshi, ertaga vaziyat o'zgarishi mumkin. Odam vafot etishi, ajrashishi, qarzga kirishi, merosxo'rlari chiqishi mumkin. Hujjat munosabatni buzmaydi. Aksincha, kelajakdagi nizoning oldini oladi. Uchinchi xato, soliq va kommunal qarzlarni mayda ko'rish. 1 million so'm nima bo'pti deb yurish mumkin. Lekin qarz yig'ilib, ustiga jarima qo'shilib, keyin katta muammoga aylanadi. Mulk egasi o'z mulki bo'yicha muntazam nazorat olib borish kerak. 4-xato qayta qurishni ruxsatsiz qilish. Bir davrni buzdim, balkon qo'shdim. Oshxonani zalga ko'chirdim. Hech kim bilmaydi deb o'ylamang. Qo'shni shikoyat qilishi, tekshiruv bo'lishi, sotish paytida hujjat mos kelmasligi mumkin. Eng yomoni xavfsizlikka zarar yetishi mumkin. 5-xato. Hujjatlarni tarkoq saqlash. Kvartira bo'yicha barcha hujjatlar bitta joyda turishi kerak.
shartnoma, kadastr to'lov cheklari, soliq ma'lumotlari, kommunal shartnomalar, roziliklar, meros hujjatlari, sud qarorlari bo'lsa, hammasi tartiblangan bo'lsin. Men har bir kvartira egasiga alohida papka ochishni maslahat beraman. Demak, kvartira egasi bo'lish faqat uyda yashash yoki kalitni cho'ntakda olib yurish emas. Bu hujjatlarni to'g'ri yuritish, qarzlarni nazorat qilish, kadastrni tekshirish, soliqni vaqtida ko'rish, oilaviy va ulush masalalarini aniq bilish degani. Bugun 30 daqiqa vaqt ajratib hujjatlaringizni tekshirsangiz, ertaga oylar davom etadigan sud, qarz yoki notariusdagi muammodan qutulishingiz mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq kvartirangiz bo'yicha kadastr hujjatini, mulk huquqi asosini, kommunal qarzlarni, soliq holatini va ro'yxatda turgan shaxslar masalasini tekshirib chiqing. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, o'zboshimchalik bilan qaror qilmang, mutaxassisga murojaat qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Kvartira sotishda, sotib olishda, merosda, kommunal qarzda yoki kadastrda muammo chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki o'z kvartirasiga ega bo'lgan har bir inson bu ma'lumotlarni bilishi shart.